Payg'ambarimiz alayhissalom dabdabadan, riyokorlikdan, isrofdan ummatni qaytarganlar. U nafaqat to'y ma'rakadagi, balki ishlatib turgan hamma narsamiz. Bizda shunaqa tasavvur borki, qimmat narsani tejaymiz, arzon narsani xohlagancha ishlatamiz. Suv arzonda, ertaga tarvuzni olib kelamizda, ustidan suvni oqizib qo'yamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom tahorat qilganlarda 688 gram bilan tahorat qilganlar. Bir mud bilan. Bugungi kunda bizni hajmida, ya'ni yarim litrdan sal ko'proq suv bilan tahorat qilganlar. Hozir biz jo'mragini ochib qo'yib, qancha suv ishlatib yoramiz, nima deb o'ylaysizlar? Tahorat qilganda. Axir ibodat qilyapmiz-ku. Tahoratni qilib borib sajda qilamiz. Allohga yolvoramiz ibodatlarimiz. Kamchilikka yo'l qo'yib kelib, ibodatimizda kamchilik hattoki. Suvni sal kamroq oching desa g'azabi keladi, jahli chiqadi. Soqol olganda qancha suv ishlatib yorasizlar, ha yigitlar? Shu suvni olib, bir stakonga suvni olib soqol olsa ham bo'ladi. Oddiy o'zimizdagi isrof. Qimmatroq bo'lib qolsa boshqa narsani to'lovi. Chiroqni o'chir. Gazni hamma xonadagi yoqib tashamalaring bitta xonada bo'lsa bo'ldi. Qimmatda pul ketyapti. Arzon bo'lsa endi to'lab qo'ydim deb turib ishlatib yoramizmi? Uni javobi bo'lmaydimi?